chorva suv omborini aylanib chiqib, iloji bo'lsa 2 yoki 3 ta sharsharga kirish. Velosipedda keladigan bo'lsanglar, velosiped keladigan faqat birinchi vagonda bor. Keyin oxirgisida. Elektrichkada kelib oldim. Sovuq bo't, ancha sovuq. Kuchli shamol. Hozir endi mo'ljal. Mana bu tepalikdan sekin ko'tarilish. Tepalik boshlandi. Velosipedni eng yengil chaqlarga qo'yib oldim. Bu yog'iga endi 1 soatlik mashaqqat. Assalomu alaykum, xorveylar. Yo'q, o'zinglarchi. Bu manzarani oldidan to'xtab o'tib keta olmadim. Suv sekin-sekin ko'tarilyapti menimcha, agar adashmagan bo'lsam. Fasli o'rmonzor. Yo'lda qurilish. Mol City bo'lsa kerak, Chorvodi. Chorvoga kelib suvni ko'rmay ketish bu eng katta jinoyat. Manzaraga baho beringizlar. Qo'y tikonman bilan hammasi. Ifloslan qilgan ishini. Odam bo'lmaydi deb o'ylayman. Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda tug'ilganman. 26 yildan beri Toshkentda yashayman, lekin umrimda mana birinchi marta Chorva suv omboriga tushyapman.